Assalomu alaykum. Hurmatli hamkasblar, qadrli tinglovchilar, soliq kodeksini mustaqil o'rganayotganlar. Mana bugun hozir soliq kodeksining 24-moddasiga yetib keldik. Soliq kodeksining 24-moddasi soliq to'lovchining vakillariga bag'ishlangan. Mana yuqorida soliq to'lovchilar, soliq agentlarini ko'rib o'tdik. Mana ular soliq munosabatlariga kirishayotgan paytda o'z vakillari bilan qatnashadi. Bu vakillar qanday bo'lishi va ularga qanday normalar belgilanganligi mana shu moddada asosan ko'rib o'tamiz. Demak, modda umumiy qilib olganda 13 ta qismdan iborat. Mana birma-ketinlik bilan tushuntirib o'tamiz. Demak, birinchi qism soliq to'lovchi agar ushbu kodeksda boshqacha qoida nazarda tutilmagan bo'lsa, soliq munosabatlarida qonuniy yoki vakolatli vakil orqali ishtirok etishga haqli. Mana demak, bu yerda ta'kidlanyapti. Bizga huquq berilyapti. Biz vakilimiz bilan qatnashishimiz mumkin soliq munosabatlarida. Vakillar qanday bo'ladi? Ikki xil turga bo'linyapti. Qonuniy yoki vakolatli vakillar. Demak, vakillar ikki xil bo'ladi. Qonuniy vakil bo'ladi, vakolatli vakil bo'ladi. Ikkinchi qism, vakolatli vakilning vakolatlari ushbu kodeksga va boshqa qonunchilikka muvofiq hujjatlar bilan tasdiqlangan bo'lishi kerak. Mana kodeksda ham keyingi moddalarni ko'rish jarayonida ko'ramiz. Vakillarga ham qandaydir vakolatlar berilgan. Va shu jumladan vakil bilan tuzilgan shartnomalar yoki boshqa qonunchilikda belgilangan normalarga asosan vakillarga boshqa xil o'ziga xos vakolatlar ham berilgan bo'ladi. Demak, ularning vakolatlari kodeksda va boshqa qonunchilik hujjatlarida yoki ular vakillar bilan tuzilgan shartnomalarda ko'rsatiladi. Keyingi qism yuridik shaxs bo'lgan soliq to'lovchining qonuniy vakili deb ushbu yuridik shaxsga qonun yoki uning ta'sis hujjatlari asosida vakillik qilishga vakolatli shaxslar e'tirof etiladi. Demak, ta'kidlab o'tdik, vakolatli umuman vakillik ikki xil bo'ladi. Qonuniy vakillik va vakolatli vakillik. Qonuniy vakillik haqida mana 3-moddaning 3-qismida tushuntirish berilyapti. Ya'ni qonun yoki uning ta'sis hujjatlari asosida vakillik qilishga vakolatli shaxslar. Bular kim bo'lishi mumkin? Rahbari, korxonaning rahbari. Oddiy bitta misol, korxonaning rahbari uning qonuniy vakili hisoblanadi. Sudda yoki boshqa joyda qatnashishda, soliq organiga borib qandaydir masalalarni muhokama qilishda, soliq tekshiruvlarida qatnashishda albatta vakil bo'lib, korxonaning vakili bo'lib, korxona rahbari qatnashadi. Nimaga korxona rahbari qatnashadi? Chunki ta'sis hujjatlarida korxona rahbari deb aynan o'sha odam belgilangan va u korxona nomidan barcha faoliyatlarni amalga oshiradi. Uni bajargan ishi korxona nomidan bajargan ishi korxonaning faoliyati hisoblanadi. Endi keyingisi bu jismoniy shaxs bo'lgan soliq to'lovchining qonuniy vakili deb fuqarolik qonunchiligiga muvofiq uning vakillari sifatida faoliyat olib boradigan shaxslar e'tirof etiladi. Jismoniy shaxs uchun alohida norma keltirilgan. Bu fuqarolik qonunchiligiga muvofiq uning vakillari sifatida faoliyat olib boradigan shaxslar kim bo'lishi mumkin? Masalan, bola uchun ota-onasi bo'lishi mumkin. Yoki qaramog'iga olgan qandaydir shaxslar bo'lishi mumkin. Ular o'zini farzandi uchun, ota-ona o'zini farzandi uchun vakil sifatida soliq organiga borib qandaydir munosabatlarni ga kirishishi va o'zini o'g'li yoki farzandi qizi bo'yicha mana masalalar bo'yicha soliq organiga murojaat qilib bemalol masalalarni hal qilishi mumkin. Ya'ni uni nomidan ish ko'rishi mumkin, vakil bo'lishi mumkin. Yana fuqarolik qonunchiligida bu haqda to'liqroq ma'lumot berilgan. Agar shunday holat sizda kuzatilayotgan bo'lsa, fuqarolik qonunchiligiga muvofiq murojaat qiling. Endi asosiy qonun fuqarolik qonunchiligida bu fuqarolik kodeksi hisoblanadi. Kodeksga kirib ko'rishingiz mumkin. Endi yuridik shaxs qonuniy vakillarining mazkur yuridik shaxsning soliq munosabatlarida ishtirok etishi munosabati bilan sodir etilgan harakatlari, harakatsizligi, ushbu yuridik shaxsning harakatsizligi hisoblanadi. Demak, mana bu yerda mana kodeksning o'zida norma kiritilyapti. Ya'ni agar rahbar, mana biz oddiy qilib yuqoridagi misolda rahbar misolini keltirdik. Rahbarning soliq munosabatlarida qandaydir ishtirok etayotgani bu aynan o'sha yuridik shaxsning, masalan, A korxona rahbari bo'lsa, A korxonaning harakatlari hisoblanadi. Masalan, misol qilib, qo'shilgan qiymat soliq hisobotini rahbar kirib, soliq kabinetiga hisobotni topshirdi yoki rahbar o'sha hisobotni topshirish vakolatini
buxgalterga topshirdi va buxgalter kirib o'sha hisobotni topshirdi. Hisobotni belgilangan sanasini keyingi oyning 20-sanasigacha, 20-sanasigacha belgilangan muddatda topshirdi. Topshirsa, demak, korxona belgilangan muddatda o'zini soliq majburiyatini bajargan hisoblanadi, hisobotni topshirgan hisoblanadi. Lekin muddat 20-sana bo'lsa, u 22-25-sanada topshirsa, unda korxona 25-sanada topshirgan hisoblanadi va natijada korxona soliq majburiyatini buzgan hisoblanadi. Albatta, bunday hollarda vakilga ham nisbatan qonuniy chora ko'riladi, lekin korxonani ham aybi bor bo'ladi. Ya'ni korxonaga ham jarima qo'llanish holati bo'lishi mumkin. Demak, vakilning harakati o'sha vakilga vakillik huquqini bergan yuridik shaxsning ham harakati hisoblanadi. Shunga e'tibor qarating. Endi soliq to'lovchi tomonidan belgilangan tartibda soliq organlari, bojxona organlari va soliq munosabatlarining boshqa ishtirokchilari bilan munosabatlarda o'z manfaatlarini ifodalash vakolati berilgan soliq maslahatchilar tashkilotlari va yoki boshqa shaxslar soliq to'lovchining vakolatli vakillari bo'lishi mumkin. Mana vakillikning ikkinchi xil turi bu vakolatli vakillik. Ya'ni ularga yuridik shaxs qandaydir vakolatlarni beradi. Yuqorida qonuniy vakillikni ko'rsatib o'tdik. Qonuniy vakil korxona bo'yicha barcha holatlarini, ya'ni barcha holatlar unga biriktirilgan bo'ladi. Uni qanday harakat bo'lmasin, korxona uchun qilgan harakati korxonaning harakati hisoblanadi va unda qamrovi kengroq bo'lardi. Vakolatli vakil esa aynan qandaydir vakolatlar berilgan bo'ladi ularga. Masalan, soliq maslahatchi tashkilotlari bilan qandaydir ish bo'yicha sudda qatnashish, soliq tekshiruvini o'tkazib berish, soliq tekshiruvi o'tkazilganda qo'shimcha hisoblangan soliq summalari bo'yicha maslahatlar olib va o'sha summani bartaraf etish bo'yicha sudda qatnashish bo'lishi mumkin. Aynan qayerdandir vakolatlar berilgan bo'ladi va ular asosan shartnoma asosida ishlashadi yoki buxgalter outsourcing xizmatlarini bilan shartnoma asosida ishlaydi korxona tashkilotlari. Ularga vakolat beradi. Buxgalteriya hisobini yuritish, soliq hisobotlarini o'z vaqtida topshirish, ularga vakolat beriladi va ularning bunday harakatlari ham korxonaning harakati hisoblanadi va ular shartnoma asosida ish faoliyatini olib boradi. Demak, qonuniy vakil bor, vakolatli vakil bor. Yuridik shaxs bo'lgan soliq to'lovchining vakolatli vakili agar ushbu kodeksda boshqacha qoida nazarda tutilmagan bo'lsa, o'z vakolatlarini tuzilgan shartnoma yoki fuqarolik qonunchiligida belgilangan tartibda beriladigan ishonchnoma asosida amalga oshiradi. Mana. Demak, vakolatli vakil uchun asos bo'ladigan hujjatlar bular shartnoma, o'z vakolatlari tuzilgan shartnoma va belgilangan tartibdagi ishonchnoma asosida ish olib boradi. Ishonchnoma ham berish ham mumkin yoki shartnoma tuzilib, shartnoma asosida vakolatli vakillar faoliyatini yuritishi mumkin. Jismoniy shaxs bo'lgan soliq to'lovchining vakolatli vakili o'z vakolatlarini fuqarolik qonunchiligiga muvofiq notarial tasdiqlangan ishonchnoma asosida amalga oshiradi. Demak, mana bu yerda qat'iy norma berilgan, ya'ni aynan notarial tasdiqlangan ishonchnoma bo'lishi kerak jismoniy shaxs uchun. Yuridik shaxs uchun esa ishonchnomani o'zi yetadi yoki shartnoma. Shu vakolatlari ko'rsatilgan shartnoma bo'lishi mumkin. Demak, mana yuqorida vakolatli vakil va qonuniy vakillar bo'yicha tushuntirishlar berib o'tdik. Endi keyingi qismda soliq, moliya, bojxona va boshqa davlat organlarining mansabdor shaxslari soliq to'lovchining vakolatli vakillari bo'la olmaydi. Endi bu norma kiritilishidan sabab o'zi vakolatli vakillar aynan soliq organlari bilan o'zaro munosabatga kirishishda yuridik shaxs nomidan ish olib boradi yoki moliya yo bojxona organlari bilan o'z munosabatlarida, o'sha yuridik yoki iqtisodiy munosabatlarida o'z tomonidan qandaydir vakolatli vakilni tayinlaydi yuridik shaxslar asosan. O'sha narigi tomondan ham agar soliqchilar tomonidan vakolatli vakil tayinlansa, u yerda o'z lavozimini suiiste'mol qilish holatlari kuzatilishi mumkin. Ya'ni o'zida ham soliq organida ishlab turib, qaysidir korxonani vakolatli vakil bo'lsa, albatta o'z mansabini suiiste'mol qilish holatlari kuzatilishi mumkin va bu qonunchilik bilan mana man etib qo'yilyapti. Ya'ni mumkin emas
vakolatli vakil bo'la olmaydi. Chunki bu yerda o'zi mehnat faoliyatini u yerda amalga oshirayotgan bo'lsa, soliq organi yo moliya organida yuridik shaxs aynan soliq organi yo moliya organi bilan o'zaro munosabatga kirishsa, albatta mansabni suiiste'mol qilish holatlari kuzatilishi mumkin. Endi mana sanab o'tdik yuqoridagi qismlarda. Endi bu yerda keyingi qismlarda soliq to'lovchilarning konsolidatsiyalashgan guruhining mas'ul ishtirokchisi qonun asosida soliq to'lovchilar konsolidatsiyalashgan guruhi barcha ishtirokchilarning vakolatli vakili hisoblanadi. Demak, soliq to'lovchilarning konsolidatsiyalashgan guruhi bo'yicha Soliq kodeksining 5-bobida yana to'liqroq ma'lumot berib o'tamiz. Bu yerda ularning o'sha soliq to'lovchilarning konsolidatsiyalashgan guruhining mas'ul ishtirokchisi, o'z konsolidatsiyalashgan guruhdan mas'ul ishtirokchi tayinlanadi. Masalan, A, B, C korxonalar o'zaro qaysidir loyiha bo'yicha birga konsolidatsiyalashgan guruh tuzishsa, shunda bitta A korxona yoki B korxona mas'ul ishtirokchi etib tayinlansa, o'sha mas'ul ishtirokchi o'sha guruh bo'yicha vakil hisoblanadi. Ya'ni guruh bo'yicha vakolatli vakil hisoblanadi. Va keyingi qismda mana soliq to'lovchilarning konsolidatsiyalashgan guruhini tuzish to'g'risidagi shartnoma qoidalaridan qat'iy nazar ushbu guruhning mas'ul ishtirokchisi quyidagilar bilan bog'liq huquqiy munosabatlarda mazkur konsolidatsiyalashgan guruh ishtirokchilarining manfaatlarini ifodalashga haqli. Konsolidatsiyalashgan guruhda masalan shartnoma tuziladi dedik. Mana 5-bobda yana to'liqroq ma'lumot beramiz. Shartnoma tuzildi va bir kishi mas'ul shaxs qilib tayinlandi va u yerdagi guruhda o'sha shartnomada belgilangan qoidalardan qat'iy nazar, ya'ni shartnomada o'sha mas'ul ishtirokchi qanday huquqlarga ega, qanday vazifalarga ega yoki boshqa ishtirokchilarning huquqlari, vazifalari keltirib o'tiladi, foydani taqsimlash qanday bo'ladi, zararlar qanday, qoplanishi qanday bo'ladi, ko'rsatilgan bo'ladi shartnomada. O'sha shartnomada qanday qoida ko'rsatilgandan qat'iy nazar quyidagi vakolatlarga ega bo'ladi. Demak, soliq to'lovchilarning konsolidatsiyalashgan guruhini tuzish to'g'risidagi shartnomani soliq organlarida ro'yxatdan o'tkazish. O'sha shartnomani ro'yxatdan o'tkazish kerak bu. Ya'ni o'tkazishga bu huquq bor. Shuningdek, ushbu shartnomada o'zgartirish kiritish, shartnomani amal qilish muddatini uzaytirish to'g'risidagi qaror va uni tugatish bilan bog'liq munosabatlarda. Demak, qaror qabul qilish mumkin. Qarorlar qanday? Uni o'zgartirish, muddatni uzaytirish, tugatish bilan bog'liq huquqiy munosabatlarga kirishishga haqli. Keyingisi bu soliq to'lovchining konsolidatsiyalashgan guruhi ishtirokchisidan soliq to'lovchilarning konsolidatsiyalashgan guruhi uchun foyda solig'i bo'yicha qarzlarni majburiy undirish bilan bog'liq huquqiy munosabatlarda. Endi foyda solig'i chiqsa, o'sha shartnoma guruhda foyda solig'i chiqsa, mas'ul ishtirokchi uni boshqa guruh ishtirokchilaridan olib majburiy undirish choralarini ko'rish kerak. Agar guruhning o'zi soliqni to'lay olmasa, qolgan guruh ishtirokchilaridan uni majburiy undirish bilan bog'liq huquqiy munosabatlarga kirishishi kerak bo'ladi va bunda aynan shu huquqlar shartnomada ko'rsatilgandan qat'iy nazar bunlarni amalga oshiradi guruhning mas'ul ishtirokchisi. Soliq organining mansabdor shaxs tomonidan amalga oshirilgan harakatlar, harakatsizlik xususiyati bo'yicha ular soliq to'lovchilar konsolidatsiyalashgan guruhining ishtirokchisi bo'lgan yuridik shaxsning huquqlariga bevosita ta'sir qilsa. Demak, mansabdor shaxslar bilan birga soliq munosabatlariga kirishadi bemalol agar o'sha yuridik shaxsning huquqlarini bevosita ta'sir qilsa, ya'ni o'sha guruhning qandaydir huquqlariga yoki qandaydir qo'shimcha soliq hisoblanishlari olib keladigan holatlar bo'lsa, mansabdor shaxslar bilan bemalol shu munosabatlarga kirishishi mumkin. Bu mas'ul shaxsning vakolatlari sanab o'tilgan. Bu vakolatlar shartnomada ko'rsatilmagan bo'lsa ham shu vakolatlarga ega bo'ladi u. Shartnoma tuzildimi, mas'ul ishtirokchi etib tayinlandimi, aynan shu vakolatlarga ega bo'ladi. Demak, amal qilish muddati tugashi bilan soliq to'lovchilarning konsolidatsiyalashgan guruhini tuzish to'g'risidagi shartnoma muddatidan oldin bekor qilinganda yoki tugatilganda ushbu guruhning mas'ul ishtirokchisi bo'lgan shaxs ushbu moddaning 10 va 11 qismlarda nazarda tutilgan vakolatlarni saqlab qoladi. Ya'ni konsolidatsiyalashgan guruh
bo'yicha shartnoma tuzilgan bo'lsa tashkilotlar o'rtasida va bu shartnoma 2 yillik bo'lishi mumkin, 3 yillik, 5 yillik bo'lishi mumkin. Masalan, 5 yillik shartnoma tuzildi, ikkinchi yilga borib shartnoma bekor qilinishi mumkin. Bunda shartnoma bekor qilingan bo'lsa ham o'sha guruhning mas'ul ishtirokchisi shartnomani ro'yxatdan o'tkazish, bekor qilishni o'zini ham ro'yxatdan o'tkazishga, o'sha ishlarni amalga oshirishi mumkin. Yoki o'sha qarzlar qolib ketgan bo'lsa, foyda solig'i bo'yicha majburiyatlarni undirishi mumkin. Yoki boshqa soliq organining mansabdor shaxslari bilan munosabatlarga kirishishi mumkin. Shartnoma bekor qilingan bo'lsa ham mas'ul ishtirokchida, ya'ni tayinlangan mas'ul ishtirokchida bu huquqlar saqlanib qoladi, ya'ni bu vakolatlar saqlanib qoladi. Chunki kimdir ishni oxirini olib ketishi kerak bo'ladi. Va bu qonunchilikda mana belgilab qo'yilyapti. Shartnoma bekor qilindi, guruh tarqatildi, lekin ish bitdi degani emas. Mas'ul ishtirokchida mana shu vakolatlar qoladi va u ishni oxirini tozalab ketishi kerak bo'ladi. Soliq to'lovchilar konsolidatsiya guruhining mas'ul ishtirokchisi bo'lgan shaxslar mazkur guruhning ishtirokchilarining manfaatlarini ifodalash bo'yicha ushbu kodeks bilan o'zlariga berilgan vakolatlarni qonunchilikda belgilangan tartibda tuzilgan shartnoma yoki berilgan ishonchnoma asosida uchinchi shaxslarga ham berishga haqlidir. Mana mas'ul ishtirokchilar aynan mana yuqorida keltirilgan vakolatlarini yoki o'sha konsolidatsiya guruh shartnomasi bo'yicha o'zining vakolatlarini uchinchi shaxsga, soliq maslahatchilariga, advokatlarga, buxgalteriya outsourcing xizmati korxonalariga berishi mumkin. Bu qonunchilikda ham belgilangan. Bunda xuddi shunday tuzilgan shartnoma tuziladi yoki ishonchnoma beriladi. Mana bu sanab o'tdik. Mana vakillik to'g'risida qisqacha tushuntirish berib o'tdik. Xo'sh, mana bu yerda jadval qilingan umumiy jadval, ya'ni vakillar to'g'risida ma'lumotlar yaxlit keltirib o'tilgan. Mana buni videoni oxirida pauza qilib o'zingiz uchun shpargalka tarzida foydalanishingiz mumkin. Mana bu yerda soliq to'lovchilar, qanday soliq to'lovchilar va bu yerda vakillik bo'yicha, vakolatli vakillar bo'yicha tasdiqlovchi hujjatlar qanday bo'ladi, vakolatli vakilga misollar qanday va vakolat vakilining amalga oshiradigan harakatlari qisqacha jadvalda ko'rsatib o'tganmiz. Yana vakillik to'g'risida Fuqarolik kodeksining 10-bobida to'liq ma'lumot olishingiz mumkin. Endi vakolatli vakillar bo'yicha bir qonunchilikda ham ozgina, undan foydalanish bo'yicha ozgina kamchiliklar mavjud. Ya'ni hozirda juda ko'plab yuridik shaxslar outsourcing, buxgalteriya outsourcing xizmatini yoki soliq maslahatchilari bilan o'zaro shartnomalar asosida ishlarni olib borishadi. Bunda masalan buxgalteriya outsourcing xizmati orqali buxgalteriyani yuritayotgan paytda albatta soliq bu outsourcing korxonalari soliq to'lovchi o'sha yuridik shaxsning elektron raqamli imzosini oladi. Bu elektron raqamli imzo odatda rahbar nomiga yozilgan bo'ladi. O'sha elektron raqamli imzoni olib kerakli amallarni bajaradi, ya'ni soliq hisobotlarini yuboradi, soliqlarni to'lashi mumkin shaxsiy kabinetdan. Umuman o'sha soliq saytidagi My-Soliq.uz va My-Uch Soliq.uz saytlaridagi shaxsiy kabinetga kirib, o'sha elektron raqamli imzo bilan kerakli operatsiyalarni amalga oshiradi. Va mana shu operatsiyani amalga oshirishda u operatsiyani kim amalga oshirgani shu outsourcing korxonasidan tashqari kimda yana buxgalter o'sha korxonaning elektron raqamli imzosi bo'lsa, u ham kirib o'sha amallarni bajarishi ham mumkin. Va bu yerda qaysidir noto'g'ri operatsiya bo'lib qolsa, kim tomonidan amalga oshirilishini aniqlash qiyin. Uni vakolatli vakil qilyaptimi, ya'ni o'sha outsourcing korxonasi qilyaptimi yoki boshqa shaxs kirib, boshqa kompyuterdan kirib o'sha elektron raqamli imzo orqali amalga oshiryaptimi, uni aniqlash imkoniyati qiyin. Bunda endi hozir amaliy qo'llayotgan amaliyotda bunda yechim sifatida ko'rilayotgan narsa bu o'sha buxgalteriya
outsourcing xizmati bilan yoki soliq maslahatchilari bilan shartnoma tuzilganda, ularga qandaydir vakolatlar berilganda, ular uchun alohida bitta elektron raqamli imzo olinyapti. Ya'ni ikkita bo'lyapti shunda elektron raqamli imzo va aynan ularga o'sha elektron raqamli imzo berilyapti. Bu yerda elektron raqamli imzoda ikkinchisi ochilgan bo'ladi. Unda unikalniy kodi bo'ladi, ID kodlari bo'ladi. Ya'ni har bitta imzo hujjatni elektron imzo qo'yganingizda o'sha kodi kelib chiqadi, ID kodi chiqadi va u ID kod aynan ikkinchi elektron raqamli imzoga tegishliligi aniq bo'ladi va uni o'sha kompaniyaning buxgalteriya outsourcing xizmatini ko'rsatadigan korxona imzolagani ma'lum bo'ladi shundan. Hozirda amaliyotda yechim shunday bo'lyapti. Ya'ni bunda korxonaning elektron raqamli imzosi ko'payib boryapti. Bitta emas, bir nechta bo'lib boryapti. Lekin bundan boshqa yechim hozir topilmayapti. Endi biz taklif berardik, shuni bir tizimlashtirib, qanday vakolatli vakillarga mana shu soliq saytidagi kabinetlardan foydalanish uchun qandaydir boshqacha tarzda vakolatlar berilsa, maqsadga muvofiq bo'lardi. Ya'ni vakilni tanlash, mana shu vakilni o'sha shaxsiy kabinetga kirib, qandaydir operatsiyalarni amalga oshirishi uchun qandaydir vakolatlar berish tartibini joriy qilsa, bu juda yaxshi bo'lardi. Ya'ni u qanday bo'ladi? Soliq to'lovchi shaxsiy kabinetga o'zi kiradi, o'z kaliti bilan. Kirganda o'sha yerda qandaydir bir qo'shimcha funksiya joriy qilinib, vakolatli vakil deb vakolatli vakilning INNISini, agar u jismoniy shaxs bo'lsa, JSHRini kiritib tasdiqlab qo'ysa, haqiqatan shu mening vakolatli vakilim va unga men hisobotlarni yuborish, to'lash yoki umuman olganda barcha vakolatlarni topshiraman degan o'ziga xos belgilashlar bo'lsa, belgilab chiqib, unga vakolat berilsa va shu jumladan vakolat berilgandan keyin o'sha vakolatli vakil jismoniy shaxs bo'ladimi, yuridik shaxs o'zining elektron raqamli imzosi bilan kirib, Maysoliq kabinetiga o'sha vakolat berilgan korxonalar ro'yxati chiqsa va o'sha korxonani tanlab kirib, o'zini kaliti bilan kirib, o'sha belgilangan vakolatlardan foydalansa, maqsadga muvofiq bo'lardi. Endi so'rab qolamiz, albatta buni bunday holatda tizimlashtirish ham vaqtni ham mablag'ni talab qiladi. Iltimos qilib qolardik, agar videoni davlat o'sha kerakli organ xodimlari ham agar tinglashayotgan bo'lsa, mana shu taklifimizni inobatga olishlarini iltimos qilib so'rardik. Rahmat. Sizlarda ham takliflar bo'lsa kutib qolamiz. Keyin aytgancha mana yana bir nimamiz bor. Xuddi shunday hozir sizlarga video tarqatishda yuborayotgan ma'lumotlarimizni qog'oz variantda ham mana bunday tarzda qog'oz variantda ham olib qo'yapmiz. Ya'ni unda qanday bo'ladi? Modda, uni pastida sharhi, moddalar, sharhi, moddalar mazmuniga qarab bir-biriga yaqin bo'lsa, bir martaga sharh berib o'tilyapti, yoki alohida bo'lsa, alohida sharh berishlar va kerakli takliflar, jadvallar bildirib, mana shunaqa kitob shaklida ham keltiryapmiz. Kimga mana shu kitob bo'yicha qiziqarli bo'lsa, mana shu nomerga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Unda oldingi moddalar ham bor. Mana soliq. Mana bu yerda mana yuqoridagi moddada keltirilgan xabarnomani yuborish tartiblari mana qanday birinchi qadam, ikkinchi qadam bilan tushuntirib berilgan. Siz uchun qiziqarli bo'lsa, mana shu raqamlarga telefon qilishingiz mumkin yoki videoni oxirida ham raqamlar keltirib o'tilgan. Rahmat. Takliflar yoki qandaydir izohlar bo'yicha kamchiliklar bo'lsa, izohlarda kutib qolamiz.